eng qiziq joyiga kelib qolmizda. Nimaga? Chunki haqiqatda xuddiki arxitektor, dizaynerlar juda ham ko'payib ketganga o'xshaydi va Shunaqa. ish yo'qga o'xshaydi, shunaqaroq. Xo'p, Shunaqa. aslida mana juda ham yaxshi gaplar aytdingiz. Dunyoga chiqsa juda ham ish ko'pda. Men o'zim ham misol uchun Qozog'istonga proyekt qilib berdik, Tojikistonga qilib berdik. Ular juda ham bizga qiziqishar ekan. Misol shu O'zbekiston atrofimizdagi qo'shni davlatlar bor-ku. Ularga ham zakazlar qilib beryapmiz. Bu degani faqat O'zbekistonning o'ziga misol uchun xizmat ko'rsatish shart emas. Polni mana shu atrofimizdagi davlatlarga ham bemalol xizmat ko'rsatsa bo'lar ekan. Keyin menimcha biz arxitektura sohasini ichida bo'lganimiz uchun ham arxitektor, dizaynerlar ko'payib ketganga o'xshab tuyulgan bo'lishi mumkin sizga ham. Meni xulosamda bu. O'shaning uchun hali bozor вообще bo'sh deb bilaman men bu arxitektura sohasida. O'zbekistonda ham mana aytyapsiz, qo'shni davlatlarda ayniqsa juda ham bozor bo'sh. Shunchaki yaxshilab o'rganib, ozgincha tajriba olib, ana undan keyin ishlasa ish juda ham ko'p. Ish topolmay yurayotgan tajribali bolalar ham bor, shunchaki ular to'g'ri qidirish kerak bo'ladi meni fikrimcha. To'g'ri joyga borib murojaat qilish kerak bo'ladi-da. Aynan mana shu joyda asosiy masala turibdi. Keyin yana bitta masalani bildim. Agar qo'shimchasiga tilni bilsa, ingliz tilini yoki ingliz tilini deylik, yoki rus tili, ingliz tili bo'lsa. Bu davlatga masalan Dubay bo'ladimi, Amerikami, Angliyami bilmayman. Qanaqa davlat shu biz soha bo'yicha yaxshi bo'lgan joylarga shundan borib ishi zo'r bo'lsa, taklif qilib ko'rsa bo'ladi degan xulosani keldim. Chunki baribir imkon bor ekan. Sababi kasbingiz zo'r, ishingiz zo'r bo'lsa, ingliz tili zo'r bo'lsa, bemalol. Ammo lekin ana pulga qiziqib, sohani o'rganib yurganlarga ancha qiyin bu masalada aytib o'tish kerak. Sababi qiziqish bo'lsagina mana shunaqa maza qilib o'rganib, mana shunaqa imkoniyatlar ochiladi deb o'ylayman. Qiziqish bo'lmasa azob chekasiz. Juda qiyin tuyuladi-da qiziqmagan odamga. Bizda Amerikada ham bitta do'stimiz hozir soha bo'yicha ishga kirgan, ishlayapti. Nasib qilsa ular bilan ham bir suhbat uyushtirib, uni ham joylashtirishga harakat qilamiz imkon qadar. Ularni ham